Yaxshimisiz do'stlar? Men sizlarning ancha-muncha astoydil so'zlab qo'ygan do'stinglar yandan boyan. Ishonamanki, bu odamni cho'qim taniysizlar. Mana bu Hollywoodning dang'ig cho'lpini Michael Sylvester Gordonzio Styron. Aynıcili u Rocky nomli kino bilan bir kechada butun dunyoga dang chiqargan. Lekin u rostla bir kechada dang chiqardimi? U mushu bir kecha uchun nurg'unlagan jafoliq kunlarni boshdan o'tkazib, uzluksiz siz bukmay tirishib, oxiri mushu natijalarni qo'lga keltirgan. Shunglashqa bugun men turmush va kelgusi uchun muhim deb bilgan imtihonlar uchun uzluksiz bel qo'yatmay tirishayotgan sizni ko'zda tutib, bu kinoni olib keldim. Imtihonlarim tugab qoldi. Mayli siz bu qitimqi imtihonda qanday natijaga erishing, hargiz o'zingizni bel qo'yatmang. Chunki fursat mangu sizga bor. Sizning fursatingiz siz das qopgan vaqtingizdan boshlab yana sizga tava bo'ladi. Rocky bir yaramas boksyorchi bo'lib, 50 necha maydon musobaqa uchib, 30 necha maydon futurib bo'lgan edi. Uning bu jihatda hech qanday to'g'ri talanti yoki kelgusiga bo'lgan orzusi yo'q edi. Maydondan tushib xalqlardan tomoq so'rab chekib kun o'tkazadi. Tomoshabinlarmi uni ko'zga ilmaydi. Damilish uyda hayotini futurib o'tgan boksyorchi uni bugun ta'li bekli o'ngdan keldi deb o'yladi. Lekin Rocky bu gapga pisand qilmadi. U ishdan sirtqi vaqtlarda puli tugab qolsa, qora guruhga yordamlashib hisobga chiqish beradi. Pul topganda berib, aroq ichib kun o'tkazadi. U ko'chadagi qora guruhning bolalarining ichida bir kichik qiz bolani ko'rib qoldi. Hamda uni bu to'pdan tortib chiqib, u qizga tarbiya qilib, yaxshi o'qishni, bunda qora jamiyatning bolalari bilan aralashmasligini, bunda ketiversa o'zining baxtiga o'tirib qo'ydiganligini aytdi. Qiz bola uning gaplaridan qattiq ta'sirlanib, uning chiroyliqcha qo'l ishorati bilan minnatdorligini bildirdi. Rocky 30 necha yoshga kirib bo'lgan edi. U bir boksyorchining pensiyaga chiqadigan ishi, lekin trener allaqachon uningdan umidini uzib, uni tashlab ketgan edi. Televizorda boks shoyining leksiyasi qo'yilyotdi. Rocky'ning og'insi boks shoyini ko'zga olmay masxir qildi. Lekin Rocky bo'lsa, u degan boks shoyi uning mush kuniga kelishiga qanchalik tirishchilik ko'rsatganligini hech qaysimiz bilmaymiz deb javob berdi. Yana bir tarafda boks shoyining belgilab qo'ygan raqibi kasal sababidan musobaqadan chekingan edi. Ular boks shoyiga tang chiqdi deb hech qanday yangi raqibni topolmadi. Boks shoyi tuyuqsizda bir o'yin o'ynagisi kelib qoldi. Ular bir nomsiz bokschidan birini tepib, uning boks shoyi bilan musobaqaga tushish fursatini yoritib bermoqchi bo'ldi. Ko'pchilik u fikrga birda qo'shildi. Chunki bundaq shoh darajalik moyir bilan bir nomsiz moyirning musobaqaga tushishi cho'qim qiziq nuqtaga aylanadi. Mana bu talay Rocky'ning beshiga keldi. Ammo odamga oydinki, hozirgi Rocky boks shoyining bir mushtunini ko'tarolmaydi. Lekin Rocky bu qitimliq musobaqa mukofot summasining $150,000 ekanligini anglab, bu ishni rad qila olmadi. Atsi Rocky'ning koni treneri uni izlab kelib, uning mashqiga yordam qilishining niyatini borligini aytdi. Lekin Rocky'ning bu ishga qattiq ochiq keldi. Ammo odamning faqat o'yin ko'rgisi bor. 10 yildan buyon meni parvoyim qolmay tashib etgan odam endi yenim kelishimning nima hikmati bor deb koni trenerini yondirib etdi. Trener afsuslangan holda asta ketib qoldi. Bu chaqda Rocky yana tuyuqsiz ishdan chiqib, trenerning kaynidan qo'g'lab berib, uni qoldirib qoldi. Musobaqaga 5 hafta vaqt bor bo'lib, uning bu musobaqada faqat satlashgisi yo'q edi. U o'zining futtirdiganligini biladi. Lekin futtirib etgan taqdirdami cho'qim g'ururli futtirish kerakda. Rocky bir parcha go'shtga qattiq mushitib yana bir oydan keyin boks shoyi bilan bo'lgan musobaqa rasmiy boshlanadi. Uning futtirishi aniqlaydi. Lekin hamma odamning ko'zi mush musobaqada qolgan edi. Bugun saharda havo intayin sovib ketdi. Havo 0 dan tuvan 2 gradus edi. Rocky romkaning ichiga tuxumdan 5 chiqib biraqli ko'tarib etdi. Bu qaynoq shaharning attiginida ba'zilar uxlab yotgan bo'lsa, ba'zilar turmush uchun qatirashni boshlab etgan edi. Rocky o'ziga intayin yarashmagan ko'ni kiyimdan birini kiyib, bir chetdan yugurgach, bir chetdan havoga mushatadi. U odamsiz ko'chalardan chirmashgan temir yo'llardan yugurib o'tdi. Oxiri nafsi yetishmagan holda nishonga yugurib berib oldi. Uyga qaytib kelganda qiz do'sti uning yaqinchilik qilmoqchi bo'ldi. Lekin u qat'iy rad qildi. Chunki trener uning musobaqaga tayyorlik qilish jarayonida qiz bolaga yaqin kelmadi buyruq qilgan edi. Boksxonning o'zida Rocky'ning nomini anglab kelgan qizlar uning bilan tanishib qolmoqchi bo'ldi. Lekin trener darg'azabda ularni tillab qo'g'lib etdi. Shundoq bir kuni Rocky'ning mashq qilgan ko'rinishlari axborot organlari tomonidan xabar qilindi. Boks shoyining yordamchisi boks shoyiga bu odamdan bahas bo'ljimi deb aytib qo'ydi. Lekin boks shoyi bu ishni pisantiga olmadi. Chunki uning uchun u faqat pul topadigan bir o'yin edi. Hamda men 3 maydonda uni yerga yiqitib o'tman deb quvvatdi. Axborotchilarning yordamida bu nomsiz boksyorchi butkul xalqqa tunib ketdi. Hamda uning bo'lgan pozitsiyasini o'zgarishga boshladi. U badanni kuchlantirish uchun to'xtamay tayoq yeyish mashqini kuchaytirib, 1 daqiqa bo'lsa-mu maydonni tik turish uchun ul selyotdi. Uning mashqi kundan kuniga qattiq bo'lishga boshladi. Ayni vaqtda asrab aram keladigan maydon oldiga mana bugun bir nafasdan yugurib kelalaydigan bo'ldi. Quyosh ko'tarildi. Rocky ikki qo'lini egiz ko'tarib, go'yo bir taqdirga tan bermagan yegona yo'l vosita odamni hayajonga soladi.
Musobaqa bir kun qolgan ketisi Roki musobaqa maydoniga kelib o'zining rasmining xato bo'lib qolganligini aytdi. Lekin uyushtirg'ish tarafning mas'uli bu ishga pisand qilmaydiganligini, bu musobaqaning bosh personajining bokschi ekanligini aytdi. Roki ifoda bildirmay asta ketib qoldi. Uyga qaytgan Roki qiz do'stiga ko'ngildagini aytib, o'zining bu musobaqada tutolmaydiganligining o'ziga oydin ekanligini, lekin o'zining faqat bel qo'yvatkisi yo'q ekanligini, uning bilan 15 maydonda chelisha olsa, hech qanday armining qolmaydiganligini so'zlaydi. Musobaqa boshlandi. Roki kichik biyillik bilan maydonga chiqdi. Yana bir tarafda bo'lsa, bokschi intayin katta bezalgan paraxutsimon mashinaning ustida o'r turib, podshohlardek yasnib maydonga kirib keldi. Butkul maydondagilar bokschining bu holatini ko'rib, qiqas cho'qon ko'taribdi. U to'xtamay Rokini mazoq qilib, Rokining tishiga tegish orqali bu qitimliq o'yinni texmi avjiga ko'tarmoqchi edi. Tomoshabinlar uzluksiz bokschiga madad beryapti. Birdan-bir Rokiga madad beryotganlar bo'lsa, uning mayxondagi do'st birodarlari va qo'shni xulonlari edi. Birinchi maydon boshlandi. Bokschi kayni-kayindan ushshaqmishlarni yetib, Rokini o'ynatmoqchi bo'ldi. To'satdan u bir bexastalik qilib qoldi. Bu bokschining tunji qitim mushaq qilishi edi. Rokining do'st birodarlari oyojanib sakrab ketdi. Sahna ostidami ba'zi tomoshabinlar Rokini rag'batlantirishga boshladi. Bokschi o'rnidan asta turib, bu musobaqaga oxiri astoydil pozitsiyada bo'lmoqchi bo'ldi. Bokschining kayni-kayindan kelgan mushlardan Roki o'zini qo'ygidek joy topa olmay qoldi. To'satdan Roki bir fursatdan foydalanib bokschining qovurg'isiga kayni-kayindan qattiq mush edib etdi. Darg'azabga kelgan bokschi bir mush bilan Rokini yotqizib etdi. Rokining ink sunib ketgili qilli qoldi. Ikkinchi maydon boshlandi. Rokining qamshir sunib ketdi. Uchinchi maydonda bo'lsa, bokschi qattiq bir mush bilan Rokini yana yerda yotqizib etdi. Cherini yugurib kelib Rokiga bo'ldi qilishini, uttag'anga tan berishini talab qildi. Lekin Roki qattiq g'ayratga kelib, yana o'rnidan dasturib ketdi. Uning bundoq davomli kurash qilishi zodim nima turtki bo'layotgandi? 5-maydon, 10-maydon, yoki 14-maydon oxirlashganda bokschining qovurg'isi sunib ketgan edi. Yana bir tarafda Rokining ikki ko'zi shishib, qonlar yig'ilib, hech nimani ko'ra olmay qoldi. U Telenirga ko'zining ichidagi qonlarni teshib chiqarib etishini so'raydi. 15-maydon oxiri boshlandi. Musobaqa oxirlashdi. Kimni o'ylasin, bir hech kim ko'zga ilmagan nomsiz bokschi dunyo bokschi bilan 15 maydongacha chidab kurash qila oldi. Riyosatchi bokschining tutqanligini jakarildi. Lekin bu paytda bu narsalarning hech qaysi muhim emas. Roki shu saharlarda qopib mashq qilgan chog'larda, hayotdan yiqilib yana qayta o'rnidan turgan chog'larda, o'zining nishonni intayin egiz ekanligini bilib turibmi, bel qo'yvatmay tirishgan chog'ning o'zida u allaqachon g'alaba qilgan edi. U musobaqada emas, balki o'zining hayoti ustida, taqdir ustidan g'olib kelgan edi. Siz balkim o'zingizning taqdiridan norozi bo'lishingiz mumkin. Ota-onangizning o'zingizga yaxshi sharoit yaratib bermaganligidan norozi bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Lekin siz musha ahvollarni o'zgartirish uchun haqiqiy bir tirishib ko'rdingizmi? Shuning uchun do'stim, har bir kuningizni atnashdan boshlamay, kichik ishlarni o'zgartirish orqali orzuyingizni bo'ysundirishga atlashdan boshlang.